bitta oshxona tozalaydigan yil meni hozirgi kunda millioner xonimga aylantirdi desam ishonasizmi? Oshxonangizni tez bir zumda toza qilib qo'yadi deyishgani uchun ushbu mahsulotni o'ylab o'tirmasdan darrov xarid qildim va o'zim bilmagan holda fabirlik biznesida ilk qadamlarimni qo'ygan ekanman. Hayotda hech narsa bejizga berilmaydi va men ham bu biznesni chuqurroq o'rganishni boshladim. Sevimli rafiqa, 3 farzandning onasi va ingliz tili o'qituvchisi hayotim bir maromda davom etardi. Mening tanlovim va to'g'ri vaqtda qilgan qarorim hayotimni keskin o'zgartirdi. Biznesdagi muvaffaqiyatlarim, cheksiz daromadlar, sayohatlar, e'tiroflar, yuqori cho'qqilarni zabt etilishi hozirgi kunda orzu emas, balki kundalik hayotimga aylanib bordi. Bugungi shukronaligim shundaki, nafaqat men, balki komandamda 5000 dan ziyod ayol va qizlarni noldan yuqori cho'qqilarga, yuqori daromadlarga olib chiqdim. Ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bejizga emas, qaror qabul qilish va boshlashning ayni vaqti. Keling, birga o'samiz.